Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar. Sizlarga zo'r narsa tavsiya qilmoqchiman. Ramazon sharif, Qur'on oyi. Ramazonda O'zbekistondagi barcha masjidlarda xatmlar bo'lyapti. Xatmlarga qatnashganingizda qorilarning qiroatlarini eshitib, koshkiydi farzandim shunaqa qori bo'lsa edi, koshkiydi men ham shu Qur'onni shunaqa o'qisam edi degan tasavvurga boryapti odamlar. O'zbekistondagi qorilarning saviyasi dunyo standartida ancha ko'tarilgan. Endi O'zbekistonda Qur'onga bo'lgan xizmat, mana Hilol nashrni Qur'on bosmasi, butun O'zbekistonni o'zimizni O'zbekiston nashriyotida bosilgan diniy qo'mita tomonidan tasdiqlangan Qur'onni ya'ni chiqarishyapti. Alloh umrini uzoq qilsin. Ismoil hoji do'stimizni, qora akamizni Alloh taolo umrini uzoq qilsin. Yana bitta yangilik. Bunaqa Qur'on chiqibdi. Bu Qur'onni soyali Qur'on deyiladi, soyalik. Qur'onni qarang, ajoyibligini mana. O'qiy olmaysiz-a? Bu o'zi o'qish uchun emas o'zi. O'qish uchun siz o'rganmoqchi bo'lsangiz, qo'lingizga qalam olasizda, bu Qur'onni ustidan yozib chiqasiz. Mana bir betni o'qib olasiz asl Qur'ondan o'zingiz va ustidan sekin anaqada yurg'izasiz qalamda. O'chirsa bo'ladigan qalam olsangiz yana ham yaxshi. Xuddi bu lavhaga o'xshaydi, lavhaga. Yozib o'rganasiz. Bu juda mashhur, dunyo bo'yicha Qur'onni yozib yodlaydigan sistema ham bor. O'sha sistemani asosida qilishgan. Ajoyib sovg'aga ham Ramazonda qarang, ranglari bilan 5 xil rangni berishdi menga. Mana bu qizchalarimizga qarang. Qizlarimiz o'qishadi. Ajoyib-a? Mashalloh. Xo'p. Bunaqa rangi ham bor ekan mana. Endi qora rangi ham bor. Bizni qora qura bolalarimizga bu. Ajoyib xursand bo'lib ketdim. O'zbekistonda diniy qo'mita tomonidan ruxsat berilgan va bizda bosilyapti. Mana shu Qur'onlar adashmasam 500-600 ming. Turkiyadan kelib sotilardi, Turkiyadan olib kelishardi. Bizda hozir 170 mingmikin shunaqa ekan. O'zimizda chiqayotgani. Do'stlar, telefon raqam qo'yib qo'yaman. Telefon raqamga telefon qilasizlar va bu Qur'ondan yaqinlaringizga sovg'a, o'zingiz uchun, farzandingiz uchun o'tirib, ya'ni bemalol shunaqa qilsangiz bo'ladi. Olib bersangiz bo'ladi inshaalloh. Yo'lga turib qolibsiz shekilli. Qisqaroq shu, Alloh umringlarni uzoq qilsin. Qur'on oyida yangi bir tavsiya, xush xabar. Qur'on bilan oshno bo'lib, dunyoda ham Qur'on bizni foydamizga, oxiratda ham foydamizga shafoatchi bo'lsin. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.